Assalomu alaykum. Bizda shunaqa termotravertinlarimiz bor. Termopanellarimiz bor. Termotravertinlarimiz orqa shunaqa 3 santimetrlik po'ka bo'ladi. Usti esa 1 santimetr tosh bo'ladi. Mramorniy toshi bo'ladi. Fasadga uyga qo'yganda ham shunaqa zo'r turadi. Bizda uni 5 xil fasoni bor. Xohlagan svetingizda, xohlagan yo'lda chiqarib beramiz. Biz shunday termopanellarimiz bor. Termopaneldan ham xohlagan svetda chiqarib beramiz. Qancha kvadrat bo'lsa ham o'sha bo'yicha dastlabki qilib beramiz. Xohlagan svetingizda, xohlagan rangda qilib chiqarib beramiz. Fasadga qo'ysangiz ham moshina zo'r chiqadi. O'zini utupleniyasi bilan shumay izolyatsiya bo'ladi. Yozda sovuq, qishda issiq qilib beradi. Termotravertin ham, termopanel ham xuddi shu ishni bajaradi. Ko'rsalar bo'ladi suratlarda. Videolari bor uyga qo'yilgani, kanalga o'tib ko'ringlar.